Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz aziz birodarimiz Kora Kenjini yo'qotdik. Bilasizmi, men 2 kecha oldin u bilan birga edim. Biz Makkada birga umra qildik va u keyin Madinaga ketdi. Barcha kunlarini u yerda o'tkazdi. Ravzada imomning orqasida zuhur namozini o'qidi. 2 soat davomida ravzada Alloh subhanahu va taologa ibodat qildi. So'ngra kunning oxirida ko'kragida og'riq sezdi. Ahvoli yomonlashgach, shom namoziga azon chaqirayotgan paytda oilasi davrasida ularning qurshovida yotardi. Shahodat aytib yotganida Alloh subhanahu va taolo uning jonini Madinada oldi. Azon chaqirilayotgan paytda shahodat aytib yotganida umradan so'ng ravzada 2 soat ibodat qilganidan so'ng Muhammad sallallohu alayhi va sallamning kafolatlangan shafaati bilan Baqiy qabristoniga ko'mildi. Qanday ajoyib yakun! Allohga qasamki, men bunday o'limga hasad qildim. Va haqiqat shundaki, birodarlarim va opa-singillarim, uning o'limi tasodif emas. Chunki men guvohlik beraman, bu birodarimiz buning uchun juda qattiq mehnat qildi. U shunchalik mehnat qildiki va shunchalik samimiy ediki, Alloh subhanahu va taolo uni qabul qildi va unga shunday sharafli o'limni nasib etdi. Yillar davomida u masjidda jamoat bilan bomdod namozini o'qir, keyin esa ertalab 9 gacha bir burchakda o'tirib, Qur'oni Karimni yodlashga harakat qilar edi. Va bu unga qiyin edi. Eslayman, u butun hafta davomida Qur'onni yodlashga urinib, zo'rg'a bir qatorini yodlashga erishar edi. Keyin bir qatordan bir oyatga, bir oyatdan yarim sahifaga o'tdi. Va 1 yil oldin Qur'onni shu qadar qattiq yodlashga harakat qildiki, oilasini qoldirib Janubiy Afrikaga borib, to'liq kunlik hifz maktabiga kirdi. Vaqtini bag'ishladi va Alloh subhanahu va taolo uni qabul qildi. Bir necha oy oldin uning onasi vafot etgan edi. U qaytib keldi. Uning onasi vafot etayotgan paytida uning yonida xizmatini qildi. U onasini oldida uxladi, hech qayerga ketmadi. U va aka-ukalari, barcha oila a'zolari onasining xizmatida bo'lishdi. U vafot etgan kungacha, so'nggi nafasigacha ular onalarining xizmatida edilar. Birodarlarim va opa-singillarim, agar buyuk o'limni istasangiz, bunday o'lim tasodifan kelmaydi. Yo'q, buning uchun mehnat qilish kerak. Buning uchun ishlashingiz va xohlashingiz va juda ham qattiq samimiy bo'lishingiz kerak. Agar samimiy va sadoqatli bo'lsangiz, bunday mehnatingizni Alloh qabul qilib, bu birodarimizga bergani kabi sizga ham juda ham chiroyli yakunni beradi. Xuddi shu birodarimizga berganiday. Sizlardan so'rayman, birodarlarimiz va opa-singillarim, kunlarimizni qanday o'tkazyapmiz? Tunlarimizni qanday o'tkazyapmiz? Qanday o'lasiz? O'zingizdan so'rang, qanday yakun topasiz? Qanday o'lishingizning eng katta belgisi bu videoni ko'rayotgan kuningizni qanday o'tkazdingiz? Bu kunni qanday o'tkazdingiz? Kechagi tunni qanday o'tkazdingiz? Bu siz va men o'lishimizning juda aniq ko'rsatkichidir. Chunki qanday yashayotgan bo'lsangiz, shunday o'lasiz. Birodarlar, kanalimizning rivoji uchun like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.